10-ci bab balni qandaq tanqid qilish kerak. 1 minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi sabab u mening muhabbatim orqali balalarimni tarbiyalashimga yordam qiladi. Mana bu dal balalarning ehtiyojli bo'lgani. Albatta ular ehtiyojli bo'lganda men shunday qilaman, dedi dada. 1 minutlik tanqid meni masalani hal qiladigan yaxshi bir amal bilan ta'minladi. Sizmi bilsiz, balalarda doim har yangi ishlar yuz berib turadi. Adamning kallasidan o'tmaydigan ash ish harakatlarga faqat chidab o'ltira olmayman, dedi 1 minutlik dada. Shunlashqa mayli xizmatda, mayli oilada bo'lsin, azaldan ochiqimni ichimga yutib etmayman. Biroq masala balalarim bilan munosabatli bo'lganda, mening inkosim bo'lsa, bu ishni texmi osonlashtirish. Mening uyimda hozirmi shundaq, dedi yosh dada. Menmu odamning kallasidan o'tmaydigan ish harakatlarga chidab o'ltirishning o'rni yo'q deb qarayman. Biroq bunday qilganning oqibati balalarning ish harakatida o'zgarish paydo qilmayli qolmasdan, balki yana butun oila kishilari, ya'ni balalarim mening o'zlarini adablikara qilg'izmoqchi bo'lganimdan menga bak o'sh bo'lib ketdi. Gapimni anglang, dedi 1 minutlik dada. Ularning o'sh bo'lgani faqat sizning boshqarish usulingiz, dedi. U kulib turib, siz hozir mening burun qoltimga o'xshab qapsiz, deb so'zini davomlashtirdi. Sizning, dedi yosh dada ishonmagan holda. To'g'ri, mening burun ochiqim qo'yindak keladi. Balalar xatolik o'tkazsa, ularga varqirab, jarqirab ketardim. Andin ularni qattiq jazolaydim. Faqat natijasi bo'lmadi, shundaqmi? deb so'radi yosh dada. To'g'ri dedingiz, ishlar texmi chatoqlashishga boshladi. Men hozir mayli siz, ayolingiz, balalaringiz yoki men va yoki mening balalarim bo'lsin, ko'pchilikning hammasining birdek o'xshash bir inkosda bo'lganligini bildim. Biz hammamiz boshqalarning bizga varqirishini yoki bizning qadr-qimmatimizni tuvan chaqlashini faqat yoqtirmaymiz. Mana bu 1 minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi bir muhim sababdir. Chunki men balalarimga 1 minutlik tanqid olib borganda, ular o'zlari o'tkazgan xatoliklar uchun xajil bo'lishadi. Shuning bilan bir vaqtda o'ziga bo'lgan yaxshi tuyg'uni saqlab qoladi. Balalarni bearam qilg'izsak bo'lamdi. Ular o'zlari o'tkazgan xatoliklar uchun bearam bo'lsa, u chaqda hech vaqasi yo'q. Amaliyotda men ularni 1 minutlik tanqidning oldingi yarim minutidan nihoyat bearam bo'lishgan deb o'ylayman, dedi 1 minutlik dada. Bu chaqda ular mashinaning eshik oldi to'xtagan ovozini angladi. Balalar o'qish qurollari sotadigan magazindan qaytib kelgan edi. 7 yoshlik ikkinchi qizi mehmonxona uyga kirib, "Dada, agar men sirtda siylug'ich o'ynasam, sizlarga daxl qilarmanmi?" deb so'radi. "Hech qisi yo'q, umuqim. Biroq hozir sirt naydinam. Siz eng yaxshisi yana o'yinib beqing. Diqqat qiling, ha?" dedi 1 minutlik dada. Qizchaq chiqib ketdi. Ikkisi davomli parang silishdi. Sizningcha bo'lganda balalar o'zlari o'tkazgan xatoliklarga mas'ul bo'lish kerak, shundaqmi? Albatta, dedi 1 minutlik dada. 1 minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi sabab, chunki u nachar bo'lgan ifoda keltirib chiqargan natija, ya'ni odamni bearam qiladigan natijadir. Men ilgari nurg'un mutaxassislar bilan suhbatlashib boqqan. O'zimning balalarini boshqarib boqqan. Mening bilishimcha, balaga nisbatan eng yaxshi boshqarish bo'lsa, ularga bearamlik his qildirish bilan bir vaqtda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lish. Agarda ular ichidagi birli bo'lib qolsa, boshqarish o'z rolini joriy qildira olmaydi. Men balalarimni boshqargan chig'imda ularni rostilla bo'sh qo'yatmayman, dedi yosh dada va orqadan kulib turib. Bu jihatda men xili usta, dedi. 1 minutlik dadamo kulib ketdi va "Sizmi 1 minutlik dadadan o'rganishga boshlabsiz, to'g'rimi?" deb so'radi. "Nima deganingiz bu?" deb so'radi yosh dada biroz tushunmay. "Siz o'zingizni masxar qilishni, o'rganishni boshlabsiz. O'tkazgan xatoliklarga nisbatan kulib qo'yadigan bo'libsiz. Bunday qilish sizdek oila boshliqni biroz yengillatib qo'yadi. Sizning 1 minutlik tanqidning nima uchun odatdagi boshqarishlarga qaraganda unumli bo'lganligini bilgingiz bormi? Undaq bo'lsa, men sizga aytib beray. Men muhabbat bilan to'lgan tarbiyani balalarimga beradigan eng yaxshi sovg'at qilaman. Bu yerdagi muhim halqa muhabbat, dedi 1 minutlik dada.
bir minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi eng muhim sabab bo'lsa, u mening bolalarimni naqadar suydiganligimni, ularga kuyindiganligimni bolalarimga bildira oladi. Gerçi yarım minut bo'lsa-mu, ularning ish harakatlarining menga elib kelgan tuyg'usini ularga aytganimda va ularning qilganlarini tanqidlagan chaqlarimda-mu ularni yanada yaxshi ko'raman. Men to'xtamasdan ag'rinib o'tirmasdan meni umidsizlantirgani ularning o'zi emas, balki ularning ish harakati ekanligini ta'kidlayman. O'zimni tutib olib, ochiqimni besib, o'zimning bolalar taraf turganligimni, ularni qo'llaydiganligimni aytgan chig'imda ko'nglim o'xshashli ularga bo'lgan muhabbat bilan to'lishidi. Men mangu ularning orqasida turib, ularga madad berishga rozi. Yoshda bularni anglag'ach, u bolalarning hissiyotini his qilgandek bo'ldi. 1 minutlik tanqidda eng unumli bo'ldig'ini keyingi yarim qismi bo'lib, men bolalarimga ularning nihoyat yaxshi bola ekanligini, bundaq ishlarni qilmasligi kerakligini aytgan chig'imda, amaliyotda o'zimning ularga nihoyat e'tibor bilan qaraydiganligimni, ulardan faxrlanadiganligimni aytgan bo'laman. Boshlanishida men bu ishlarni bak ta'sirli qildim. Bo'libmi nihoyat achchig'im kelgan chaqlarda, dedi 1 minutlik dada. Men bolalarimga o'zimning ularni yaxshi ko'rganligim, hatto ular xatolik o'tkazgan chaqlardimi ularni yaxshi ko'rganligimni aytaman. Bunda qilish mening dunyoimni haqiqatan o'zgartdi. Hozir mening oilam deriz sirtidan tuyuqsiz anglangan yig'i ovozi uning gapini bilib o'tdi. Aslida kichik qizi yiqilib tushgan edi. 1 minutlik dada o'rnidan chachirab turib, deriz sirtiga qaradi. Kichik qizi asta o'rnidan o'milab qopdi. Qarmoqqa ters azroq surilib ketgan bo'lib, cho'ng chataq yo'q edi. U yenik bir tinib o'rniga kelib o'ltirib qizining kirishini saqladi. 1 minutlik dadaning bayotdan beri yuz bergan ishqa qilchim ko'ngil bilmagandek holatini ko'rgan yosh dada nihoyat hayron qoldi. Kichik qizi yig'ilgan peti kirib keldi. 1 minutlik dada bir og'izmi gap qilmay qizini yig'lishiga qo'yib berdi. U yig'lab hargandan keyin "Hech nim bo'lmagansiz?" deb so'radi. "Hech nim bo'lmadim", dedi kichik qizi. "Men chaynikimni urib oldim, biroq og'ir emas", dedi. 1 minutlik dada qizni quchoqlabmi qo'ymadi, tasalli beribmi qo'ymadi. Faqat "O'miqim, sizning yana nam yerda serlig'ich o'yningiz bormi? Texi chaynikingizga hech nim taqamasdin", deb so'radi. Yosh dada 1 minutlik dadani nihoyat qattiq qo'l ko'rdi. Agar u bo'lgan bo'lsa, allaqachon yugurib chiqib, qizni yo'lab turg'izib, yarısını avaylab ko'rib baqar bo'ladi. Qizchaq bo'sh ovozda "Unda qilg'im yo'q", dedi. 1 minutlik dada "Unda qilg'ingiz yo'q shundaqmi? Endi kelar qatim serlig'ich o'ynagan chig'ingizda qanday qilsiz?" deb so'radi. Kichik qizchaq bir og'iz suv surmay beshini sangaltib o'tirdi. Bu chaqda dada kulib qo'ydi va ko'zlariga yosh olgan holda "Endi siz buningdan keyin qo'llaringizga hech nim taqmasdan nam yerda serlig'ich o'ynamaysiz shundaqmi?" deb so'radi. Kichik qizchaqmi burunlarini eqitib turib kuldi. Arqadan qaqaqlab kulib ketdi. Bu chaqda uning ustida yana munchaq yoshlar bor edi. "Unda qilmayman dada. U degan ahmoqning ishi ekan", dedi. "Bu gapingiz nihoyat to'g'ri bo'ldi. Siz do't emas, siz degan aqlli bola", dedi. Arqadagi qizchaq dadasi bilan quchoqlashib o'tib, ondan chiqib ketdi. 1 minutlik dada uzun bir nafas ilib o'tib, "Xudoga shukr, bir yeri yaralanmabdi", dedi. "Rost gapni qilsam, dastlabida sizni biroz rahimsiz ko'raydim. Boshqa odam bundoq kichik qizga sizga o'xshash muomala qila olmaydi", dedi yosh dada. "Deganingiz to'g'ri", dedi 1 minutlik dada iqror bo'lib. "Mening usulim haqiqatan boshqalarnikiga o'xshamaydi. Mening bunda qilishim boshqalarga qaraganda texim ahamiyatliroq bo'ladi. Men uningga o'zining holidan qanday xabar olishni o'rgatdim", dedi. "Meningcha har bir odam o'zining holidan o'zi xabar olishni tezroq o'rganib olgan yaxshi. Mening bolalarimga bo'lgan eng chong bir umidim o'zimga bo'lganmi umidim bo'lsa, yaxshi bo'lgan farq etish iqtidorini yetiltirib chiqish." U yana tushuntirib, "Men bolalarimni xuddi ayni chog'dagi menga o'xshash o'z beshidan o'tkazganlarga asosan bu nuqtadan o'rganib olsa-kan deyman", dedi. "Men har bir bolamga o'xshash muomala qilaman. Meningcha faqat ular o'zlarining qilib ketalishiga ishonsalar, cho'qim qilib ketalaydi. Ularning hech qaysisi boshqalarning xudishiga muhtoj emas.
Yig'inchoqlab aytganda, men ularni iqtidori nihoyat kuchli yoshlardek ko'rib muomala qilaman. Ularning ba'zida o'zining xatoligini his qila olmaganligini bayqaganimda, ularga bir minutlik tanqid elib borman. Bir minutlik tanqid elib berish bo'lsa, bolalarga boshqa xil usul orqali xatolik elib kelgan azobni his qildirishdan iborat. Albatta, xatolik sodir bo'lganda darhol tanqid elib berish kerak. Hamda bu xil tanqid oilada birdan-bir ayrim elib berish kerak. Bir minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi sabab dedi bir minutlik dada. U mening ishlarning taraqqiyot ahvolini har qachon bilib egallab turishimga yordam beradi. Ya'ni bolalarim tuz yo'ldan chatnab ketib qolsa, darhol ularni iziga solaman. Bu xuddi Amerika davlatlik olam qatnash idorasining aviatsiya liniyasi kontrol qilish sistemasi orqali Apollo olam kemisini Ay shariga muvaffaqiyatli chiqishiga yetakchilik qilganiga o'xshash. Nima gap bu? Deb so'rdi bir minutlik dada. Amerika olam uchquvchilari o'ltirgan Apollo nomli olam kemasi ko'p qism musofasida orbitadan chiqib ketgan, dedi yosh dada tushuntirib. Rasma bir minutlik dada so'rdi. Yosh dada beshini lingshitib qo'ydi. Odamning ishongisi kelmaydi. U shundoq turibmi vazifasini qalblik tamomlab ketdi. Bir Amerika fuqarosi bo'lish supatim bilan osh qadimliq oyga chiqishdan qanchalik faxrlanganim hozirmi esimda, dedi bir minutlik dada. Biroq buning bir minutlik tanqid bilan nima munosabati bor? Apolloning muvaffaqiyat qozonishidagi muhim halqa butkul uchish jarayonida u boshdan oxiri ko'ztilib turdi. Har qatim u orbitadan azroq yiroqlashib ketsa, shu hamon tuzitilib to'g'ri bo'lgan orbitaga qaytarib kelindi. Shunga dedi bir minutlik dada. Kishilar olam kemisini orbitasidan faqat yiroqlashtirib boqmabdi-da. Deganingiz nihoyat to'g'ri, dedi yosh dada. Biroq masala amdi bayqalishi bilan o'z vaqtida hal qilib etilgachga, ular boshdan oxiri boshqa cho'ng masalaga duch kelib boqmadi. O'zi biladigan bilimlar ustida bir minutlik dada bilan suhbatlashgandan keyin bu yosh dada nihoyat xushal bo'ldi. Nim uchundir bir minutlik dada bilan birga bo'lgan chaqda bu yosh dada o'zining kallasining burunga qaraganda texim echilib ketganligini va o'zining texmi aqllixlashib ketganligini his qildi. Yosh dada o'zining ko'ngil so'zlariga quloq soldi. U o'zining aql parastini qanday qilib bolalarni tarbiyalashga ishlatishni o'ylashayotdi. Bir minutlik dada yosh dadaning o'ylashayotganligini ko'rib, bir ig'izmi gap qilmadi. Bir oz o'tgandan keyin u "Mening siz masalani oldin ola bayqashning muhimligini aniq his qilib bo'ldingiz", dedi. Andan keyin kulib turib, "Uning ustiga siz menga bir minutlik tanqidning nima uchun bunchalar unumli bo'lganligini tushuntirdingiz", dedi. U yosh dadadan dastlabida ko'rishgan chig'imizda mening sizga nimalarni deganim esingizdami? Men sizga javobni allaqachon bilib bo'ldingiz. Faqat shu o'zingiz his qila olmay qoldingiz degan edim. Mening yana sizga hozir siz o'zingiz aslida bildigan narsalarni amaliyotga bog'lay olmayapsiz deganim esingizdami? Deb so'rdi. Amaliyotda bayotdan beri ifodangiz dal mening sizga aytmoqchi bo'lganlarimni tushuntirib berdi. Necha yuz yildan beri nurg'unlagan munavvar ota-onalar bolalarini nihoyat talantli qilib tarbiyalab chiqdi. Ularning bola tarbiyalash usullari o'xshash bo'lmasmi, biroq o'xshash bir ishni qilib keldi. Ular o'zlarining bolalarga bo'lgan umidini bolalarga nihoyat ochiq qilib aytib, bolalarning ifodasi yaxshi bo'lgan chaqda ularni maqtadi. Bolalar xato ish qilib qo'ygan chaqda ularni urmasdan, balki ularga xatoligining nadaligini aniq qilib aytib berdi. Bir minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi sabab u nihoyat muhim bo'lgan bir paketga hurmat qiladi. Muhimi mening bolalarimga bo'lgan ko'z qarashim emas, balki bolalarning o'zi bo'lgan e'tiqodi. Orqadilla bir minutlikda bir nechta qiziqarli masalani o'tirib qo'ydi. Agarda mening har bir bolam o'zining yaxshi odam ekanligiga, qimmati bor odam ekanligiga ishonsa, u holda ular qandoq bo'lar? Agar ular zo'ravonlik bo'lmagan usullar orqali unumli holda o'zlarining nafrati va g'am qayg'usini ifodalab beralsa, masalan, bir minutlik tanqid deganga o'xshash. U chaqda ular yana qandoq bo'lar? Mening zo'ravonlik bo'lmagan usullar deganim, dedi bir minutlikda tushuntirib. Boshqalarga hujum qilmaslik deganim, dedi.
Agar bundaq bo'lsa, sizningcha ular jamiyatdagi masalasi bor yoshlarga aylanib qolarmi? Ularga o'xshash kishilar zo'ravon terrorchi bo'lib qolarmi? Ular qasddan jidal terish yoki boshqa usullar orqali boshqalarga qo'l tekkizarmi? Undaq bo'lmaydi. Meningcha, ularning hammasida normal va tinch bo'lgan ruhiy holat bor, deb javob berdi yosh dada. Men sizning fikringizga qo'shilaman, dedi bir minutlik dada. Biroq siz ba'zi ota-onalarning bolalariga qanday muomala qilganligini ko'rganmi? Masalan, tanlab bozorda degandek. Siz ota-onalarning bolalarining o'tkazgan xatoliklarga nisbatan har xil inkoslarni demoqchi bo'lsangiz, meningcha men ko'p ko'rdim. Menga ta'sir eng cho'ng bo'lgani ba'zi ota-onalar bolalarga varqirab jarqiraydi. Uni eski bola deydi. Yoki shu yerda urib soldi. Va yoki bolalarga seni tanlab bozorga tashlab qo'yman deb qo'rqitdi, dedi yosh dada. Deganingiz to'g'ri, dedi bir minutlik dada. Ba'zida bolalarning oldida savri taqatsiz bo'lib qilishdan saqlangal bo'lmaydi. Biroq siz bizning bolalarning ko'z oldidagi holatimizni o'ylab baqdingizmi? Biz xuddi 20 inglizcha keldigan gigant odamga yo'liqqandek bo'lamiz. U har qachon bizga qattiq achchiqlanishi mumkin. Agarda bu ish quramiga yetgan ikki odam o'tirsida yuz bergan bo'lib, tanlab bozorining direktori ko'rib qolsa, cho'qim saqchiq ma'lum qildi. Biroq qilchimi qarshilik kuchi bo'lmagan bola bu ishga uchrab qolsa, biz u chaqda qanday qilamiz? Biz nazarimizni solmaymiz, dedi yosh dada qo'shimsin turib. Men burun doim bolalarimga varqirab solatdim. Uning ustiga bakrak oshirib etdim danga. Hammamizning buning o'xshash kechirimlishlari bo'lib baqqan. Bir minutlik tanqidni bolalarni boshqaradigan birdan-bir usul qilishdan ilgari mening cho'ng o'g'lim bilan bo'lgan munosabatim nihoyat nachar bo'lib, ikkimiz bir-birimizni bakli o'sh ko'ratdik. Men doim rozi bo'lmagan ishlarni ko'nglimda saqlab qo'yatdim. Ammo bir mezgil vaqt o'tgandan keyin bu noroziliklar portlab chiqdi. Mendan bir necha qatim tanbeh yegan o'g'lim nihoyat tezla menga gap yondirishga boshladi. Ko'plagan bolalarning nima uchun o'ng'ayli g'azablanganligini haqiqatan tushuna olmayman. Zo'ravonlik jinoyatining yoshlar orasidagi nisbati nihoyat yuqori. Bu menga bir turma boshlig'ining televizorda so'zlagan mundaq so'zlarni eslatib qo'ydi, dedi yosh dada. Turmadagi turmushni o'z ko'zi bilan ko'rgan bu amaldor mundaq deydi. So'qishqoq bolalar qancha oz bo'lgan sari jamiyatdagi zo'ravonlik jinoyatlarining qatim soni shuncha ozaydi degan. Bir minutlik dada undamadi. U jimjit o'ltirib, bayatdan beri anglaganlar ustida fikr yurgizayotdi. Agarda u bolalarni boshqaradigan texnik yaxshi bo'lgan usulni deb chiqmagan bo'lsa, u chaqda bu oilada nima voqealar yuz berar bo'lg'aydi. Albatta hech kim u ishlarning o'zida yuz berishini umid qilmaydi. Demoqchi bo'lganingiz, dedi yosh dada gapini davomlashtirib. Bu xil zo'ravonlik bo'lmagan boshqarish usulining ikki yaxshi tarafi bor. U bizning jamiyatimizni yaxshi tarafga qaratib o'zgartirdi. Agarda ko'plagan odamlar bu xil yoki mushning o'xshab ketadigan usul orqali bolalarni boshqarsa, u chaqda jamiyatdagi g'azablangan yoshlar bir oz azaydi, dedi. Agarda biz bu xil boshqarish usulini o'z oilamizda ishlasak, u chaqda bolalarimizning pozitsiyasi va ish harakatlarini yaxshilik bo'ladi. Bir minutlik tanqidning unumli bo'lishidagi sabab uning bir xil fikr almashtirish usuli ekanligida. Bir minutlik nishon belgilash, bir minutlik maqtash ilib berish va bir minutlik tanqidlarning hammasi bolalarning texmi yaxshi bo'lgan o'ziga ishonish tuyg'usiga ega bo'lishiga yordam beradi. Endi men bu uch xil usulning mening oilamga nisbatan nihoyat unumli bo'lganligiga ishonishga boshladim, dedi yosh dada. Cho'qim shundoq bo'ldi, dedi bir minutlik dada jazmlashtirib. Siz hozir qanday qilishni bilib oldingiz. Endi siz shu bo'yicha qilsangizlar bo'ladi. O'zingizning ish harakatini o'zgartirish, aslidagi odatingizni o'zgartirish sizga nisbatan bir oz sinoq bo'lib hisoblandi. Biroq bu xil tirishish haqiqatan arziydi. Esingizda shuni saqlangki, dedi bir minutlik dada so'zim to'liqlab. Bu uch xil usul orqali bolalar bilan fikrlashish faqat bolalarni boshqarishning bir qismi. Bir yaxshi oila boshlig'i bo'laman deydigansiz, bolalar bilan andi sonda 1-2 minut birga bo'lib qo'yish kifoya qilmaydi.
Biroq shundoq bo'lgan taqdirdami, 1 minutlik fikrlashish usuli yanada sizga ko'plagan yordam beradi. Boshqa ishlarga kelsak, dedi 1 minutlik dada so'zini davomlashtirib. Siz oddiy bo'lgan yana bir prinsipni esingizda ching saqlashingiz lozim. U prinsipni men o'zim bayqagan bo'lib, nurg'unlagan jihatlarda sizga yordam bo'ladi. Yosh dada, nim prinsip u deb so'rdi qiziqqan holda. Ballar menga qanday muomala qilsa, men bu ballarga shunday muomala qilaman deb o'ylayman. Men hozir 1 minutlik tanqidning nima uchun buncha unumli bo'lganligini oxiri tushundim. U amaliyotda siz boshqalarning o'zingizga qanday muomala qilishingizni umid qilsangiz, sizmi boshqalarga shunday muomala qilishingiz kerak degan aqliy so'zga moslashadi ekan, dedi yosh dada. Barliq odamlar xatolik o'tkazdi, dedi yosh dada. Xatolik sodir qilgan chog'imizda bizni haqiqatan yaxshi ko'radigan odamlarning xatoligimizni ko'rsatib berishini hamda bizga yanada qimmatimizning borlig'ini aytishini hammamiz orzu qilamiz. Dal bu chog'da yosh dada nayt g'alit bir ovozni, ya'ni bir aylanning aeroplanning ovozini do'rayotganligini angladi. Ovoz bilan tang kirgani bu ayilning kichik o'g'li edi. Sizning 1 minut vaqtingizni olsam bo'lamdi, dada? Dada, bo'ldi, dedi-da, nayt tezla o'g'lining aeroplan modelini remont qilib berdi. Bola, rahmat dada, deb chiqib ketdi. 1 minutlik dada yosh dadaga burilib qarab, bilamsiz, siz bilan men dal o'g'limning bu aeroplan modeliga o'xshaymiz, dedi. Qandoq deysiz? Deb so'rdi yosh dada. Biz bolalarimizning ulgusi. Ular ko'p chaqlarda bizning deganimizni emas, qilganimizni qiladi. 1 minutlik tanqid elib borgan chog'imizda ular bizning ochiqlangan yoki azoblanganimizni ko'rib, bir odamning o'zining ko'ngildagini ifodalab bera oladiganligini tushundi, dedi va kulib turib. Bo'libmi, u bir quramaga yetgan odam bo'lganda deb qo'shib qo'ydi. Mundaqcha aytganda, dedi yosh dada. 1 minutlik tanqid ko'rinishga oddiy bo'lsa-mu, biroq nayt unumli ekan. Sabablarmi ko'p taraflama ekan. Ballar o'zlarining ish harakatlarini o'zgartgandan sirt yana nurg'un narsalarni o'rganib oldi. Ular yana o'zlarini tushunishni o'rganib olaydi. Siz o'rganib bo'ldingiz, dedi 1 minutlik dada. U bu yosh dadaning o'zini izlab kelganligidan bakla xush bo'ldi. Yosh dada yenikkina beshini langshitib turib, men bularni qila oladigan yoki qila olmaydiganligimni bilmayman. O'zim kuyindigan kishi oldida qo'limni uning murisiga qo'yib turib, men sizni bek yaxshi ko'raman deyish menga bek tas tuyuldi, dedi. 1 minutlik dada kulib ketdi va men buni o'ngay deganim yo'q, dedi u. Biroz to'xtab olib o'ylangandan keyin, bu usulni birinchi qatim qo'llangan vaqtimdagi hissiyotim hozirmi esimda. Shunga men sizni nihoyat tushunman, dedi. Men tuyuqsizdan oilaning birdan-bir ayil boshliq bo'lib qoldim. 5 balam bor. Cho'ng o'g'lim bilan cho'ng qizim 10 yoshga kirib qolgan bo'lib, ular o'zlariga va menga moslashmagandek bo'lib qolgan edi. Men bo'lsam, barliq ishlarga nisbatan nima qilishimni bilolmay qolgan edim. Undaqda siz qanday qildingiz? Deb so'radi yosh dada. 1 minutlik dada miyiqida kulib turib, men har xil o'xshash bo'lmagan tanlashlarga yo'liqdim. Qanday tanlashlar u? Deb so'rdi yosh dada. Siz aytib beqing, dedi 1 minutlik dada. Agarda siz bo'lgan bo'lsangiz, qaysilarini tanlagan bo'lardingiz? Balkim hech qanday ish qilmasligim yoki davomli holda burun usul orqali bolalarni tarbiyalashim mumkin va yoki yangi usul qo'llanish orqali o'zgartish elib borarman. Agarda siz oldingi 2 xil usulni qo'llansangiz, sizningcha ayolingiz va bolalaringiz qanday qilar? Deb so'rdi 1 minutlik dada. Balkim ancha yaxshi ko'rmas, deb javob berdi yosh dada kulib turib. Undaqda siz qanday tanlaysiz? Deb so'rdi 1 minutlik dada. Yosh dada o'ylanib turib past ovozda, men usulni o'zgartirishga urinib boqaman, dedi. 1 minutlik dada beshini so'zib yuqori ovozda. Nima dedingiz? Deb so'rdi. Yosh dada qaqaqlab kulib ketdi va men biroz qo'rqinchoq, shundaqmi? Deb so'rdi. O'zingizdek bisimni tashlab o'ting. Ishlarning hammasini nuqsonsiz qilma deb o'ylamang. Xatolik sodir qilishdan ansirmang. Siz chuqum xatolik o'tkazib qo'ysiz.
Әң mühimi işlarni siz hazır özünüz bildiğanlar boyunca qilishga tirishing, deb javob berdi 1 minutlik dada. Yosh dada o'rnidan turib, uning bilan qo'l elishib rahmatini bildirdi. Hamda ishlarning taraqqiyot ahvolini uningga vaqtida aytib turishga va'da berib, uning uyidan ayrildi.